Ko'tarilmaydi-ku. Bino qurishda shamol bilan quyosh juda muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa ishlab chiqarish binolarida. Ishlab chiqarish binolarida ko'p hollarda shahar tashqarisiga quriladi. Shahar tashqarisiga qurilgan bilan birga shamol yo'nalishi hisobga olib quriladi. Ya'ni o'sha производство ishlab chiqarish binosidan chiqayotgan tutunni yoki zaharli havoni shahar ichiga emas, shahar tashqarisiga olib chiqib ketish kerak. Bunda Amerika ochish shart emas. Shamolni qishki va yozgi esishi aniq hisoblab qo'yilgan har bitta region uchun alohida. Misol uchun shamol guli degan tablitsa bor, o'sha orqali hisoblab topsa bo'ladi. Turar-joy binolarda shamolni hisobga olish hozirgi kunda birmuncha qiyinchilik tug'diradi, chunki shahar sharoitida yerlar juda kichkina bo'lgani uchun, lekin shu holatda ham quyosh hisobga olish kerak. Quyoshni nimasi hisobga olinadi? Mana hozir turgan joyimizda quyosh qibla tarafga botyapti. Ya'ni bino qurilganda turar-joy binosida qiblaga teskari qurilsa, quyoshning chiqish nurlari xona ichiga tushishini ta'minlanadi. Bunda shu yotiq holatda bo'lgani uchun xonaning ichki yuzasigacha yetib borish ta'minlanadi. O'zi masalan tarkib terayotganda ham oynaga perpendikulyar terish ma'qul hisoblanadi. Ya'ni quyosh nuri derazadan tushganda tarkib orasidagi sho'figacha yetib borish ta'minlanishi kerak qoida bo'yicha. Shunda oradagi bakteriyalarni o'ldirib, dezinfeksiya vazifasini ham bajargani uchun xonadonlarda juda muhim rol o'ynaydi. Quyosh nurini ertalab tushishini yana bitta plyus tomoni bu insonni biologik uyqusini to'g'ri taqsimlanishiga yordam beradi. Ya'ni ertalab turishi oson qilinadi. Barcha ketadi.